Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan 4-5 masalalarini yechimini ko'rib o'tamiz. Tuzuvchi va yechim muallifi Abduvaliyev Diyorbek. Esa boshladik. Birinchi masalamiz. Xo'p, masala sharti bo'yicha Diyorbek aka bog'ida anjir va shaftoli o'simliklarida energiya almashinuv jarayonida chala parchalangan glyukoza 1:1 nisbatda bo'ladi. Anjir o'simligida glyukoza chala va to'liq parchalanishi hisobiga esa 66,000 kilojul energiya issiqlik sifatida tarqalgan bo'lsa, shu o'simlik hujayrasida chala parchalangan glyukoza va aerob bosqichida hosil bo'ladigan suv miqdori 1:27 nisbatda bo'lsa, shaftoli o'simligida sitoplazmada parchalangan glyukoza bilan mitoxondriyada hosil bo'lgan karbonat angidrid miqdori esa 1:2,5 nisbatda bo'lsa, quyidagi savollarga javob bering. Dastlab bizda mana anjir bilan shaftoli o'simligi mavjud ekan. Ularda chala, to'liq va glikoliz bosqichida parchalangan glyukozamiz. Dastlab bizda aytilgan anjir o'simligida va shaftoli o'simligida chala parchalangan glyukoza nisbati 10:1 nisbatda ekan. Mana yozib oldik chala parchalanganiga. Keyin anjir o'simlik glyukozaning chala to'liq parchalanishidan 66,000 kilojul energiya debdi. Xo'p, bizda chala parchalangan glyukoza, ya'ni anjirda noma'lum X deb oldik. To'liq parchalangan glyukozani esa Y deb oldik. Xo'p, endi undagi issiqlik topishimiz uchun chalani 120 ga, to'liqni esa 1280 ga ko'paytirib, quyidagicha ifoda hosil qilib oldik. Endi bizda mana pastda yozilgan, xo'sh, 120x plus 1280y tenglashtirib oldik 66,000 kilojulga. Endi bizda yana bitta ma'lumot berilyapti. Shu o'simlik hujayrasida parchalangan glyukoza, ya'ni chala parchalangan glyukoza va aerob bosqichda hosil bo'lgan suv. Chala parchalangan glyukozamiz X edi mana. X ko'rinishda yozdik. Keyin aerob bosqichida hosil bo'lgan suvni esa 42Y. Xo'p, qanday bildik? Mana shu joyda bitta qoidani aytib o'taman. To'liq parchalangan glyukozamiz bilan aerob bosqichida parchalangan glyukoza doimo teng. Demak, to'liq parchalangan glyukozamiz Y mol bo'ladigan bo'lsa, aerob bosqichida parchalangan glyukozamizni ham biz Y mol deb olsak bo'ladi. Tushunyapsizmi? Demak, aerob bilan to'liq parchalangan glyukoza teng ekan. O'shaning uchun Y mol aerob bo'lsa 42 ga ko'paytirdik. 42Y aerobdagi suv miqdori. Nisbat bo'yicha 27 ga teng ekan. Chala parchalangan glyukozamiz esa 1 ga teng ekan. Xo'p, endi buni hisoblab oladigan bo'lsak, 42Y-imiz 27X ga teng bo'lib qoldi. Endi bu ikki tomonli sistemani ishlaydigan bo'lsak, X-imiz 70 mol chala, ya'ni anjir o'simligida chala parchalangan glyukoza, Y-imiz esa 45. Bu anjirdagi to'liq parchalangan glyukoza. Xo'p, endi nisbat bo'yicha chala parchalangan glyukozamiz 70 ekan. Mana endi qo'yamiz, qarang. Chala parchalanganimiz 10:1 nisbat edi-ku. O'shanga anjirda 10 bo'lsa, ya'ni 70 ga teng ekan. 1 bo'lsa, mana bu chala parchalangani shaftolida, demak 7 molga teng bo'lar ekan. Tushundingizmi? Demak, mana shu nisbatdan o'tib oldik bunga. 7 mol bu shaftolidagi chala parchalangan glyukoza. Endi to'liq parchalangan glyukoza shaftolidagini bilmaymiz. Uni Z deb oldim. Endi xo'p, shaftoli o'simligi sitoplazmasida parchalangan glyukoza. Sitoplazma o'sha glikoliz. Eslab qoling, glikoliz. Xo'p, demak, to'liq bilan chala birgalikda glikolizda parchalangan bo'ladi. Z plus 7 deb oldik, o'sha glikolizdagi parchalangan glyukoza. Uni 1 nisbatda ekan, nisbat bo'yicha 1 ga tenglashtiryapti. Keyin mitoxondriya aytib o'tdik, aerobda o'sha to'liq parchalangan glyukoza bilan teng. O'shaning uchun Z bo'lsa, mitoxondriyada ham Z mol glyukoza parchalangan. 6 ga ko'paytirib oldik, 6Z bo'ldi. Uni 2,5 ga tenglashtirdim. Xo'p, buni ixchamlab tenglab olsak, quyidagicha tenglamamiz hosil bo'ladi. Uni ixchamlab ishlaydigan bo'lsak, Z'imiz kelib chiqar ekan 5 mol. Ya'ni o'sha shaftoli o'simligida to'liq parchalangan glyukozamiz 5 mol ekan. Chala parchalangani 7 mol. Bildik. Savol bo'yicha so'rayapti. Ikkala o'simlik hujayrasida
to'liq parchalangan glyukoza miqdorini grammda aniqlang. Xo'p, birinchi o'simlik, ya'ni anjirdagi to'liq parchalangani 45 mol. Shaftolida esa 5 mol glyukoza parchalangan ekan. Mana 45 ga 5 ni qo'shdik, 50 mol glyukozamiz to'liq parchalangan. Ya'ni ikkala o'simlikda. Grammga o'tishimiz uchun 180 ko'paytirdik. Demak 9000 gramm ikkala o'simlikda parchalangan, to'liq parchalangan glyukoza gramm miqdorini topdik. B-da shaftoli o'simligida xloroplastda hosil bo'lgan aktiv miqdorini aniqlang. Xo'p, shaftoli o'simligimizda xloroplastda. Unga o'tishimiz uchun to'liq bilan mitoxondriya teng dedik. 5 mol bo'lsa, mitoxondriyada 36 ko'paytiramiz dastlab. Mitoxondriyadagi aktiv topishimiz uchun keyin bitta qoida bor edi. Mitoxondriyaga nisbatan xloroplastda 30 barobar ko'p ATF hosil bo'ladi. O'shaning uchun 30 ga ko'paytirdik, to'g'ri-to'g'ri. Bizda hosil bo'lar ekan xloroplastimizda 5400 ta ATF. Demak javobimiz A javob bo'lgan ekan. Keyingi masalaga o'tamiz. Ikkinchi masalamiz. Ulotrix ma'lum sharoitda jinsiz va jinsiy yo'l bilan ko'paydi. Ushbu jarayonda quyidagi sxemada ko'rsatilgan. Ushbu sxema asosida A, B va D bilan belgilangan jarayonlarda hosil bo'lgan hujayra sonini aniqlang va mana bu ko'rinishdagi ifodaning qiymatini aniqlang debdi. Dastlab bizda dastlabki Ulotrix ipimiz jami soni bor ekan, ya'ni 480 ta. Uning qanchadir izogameta, qanchadir esa zoospor, ya'ni qanchadir jinsiy, qanchadir esa jinsiz ko'paygan. Xo'p, bizda keyin yana hosil bo'libdi yangi ip, uning soni esa 396 ga teng. Endi e'tibor bering. Biz izogametani, zoosporlar sonini bilmaymiz. Uning uchun ikkalasini yig'indisi mana bu 480 ga tengligini bilamiz. Xo'p, qarang. A plus D ni mana bu ikkalasini 480 ga tenglashtirib oldik. Endi biz bilamizki, izogametalarimiz 60% qatnashibdi va zigota hosil qilibdi. A ni 0.6, ya'ni ishtirok etgan izogametalar soniga ko'paytirsak, foiziga 0.6 A demak ishtirok etgan izogameta soni. Bilamizki, ikkita izogametamiz bitta zigota hosil qiladi. O'shaning uchun 2 ga bo'ldim. 0.3 A demak zigota hosil qilgan ekan. Xo'p, 0.3 A miz B ga teng bo'lyapti, ko'ryapsizmi? Mana B ga tenglashtirib oldik. Keyin yana bitta ma'lumot. Bitta zigotamizdan 4 ta Ulotrix mana bu ko'rinishdagi ip hosil bo'ladi. Yangi ip. B ni ko'paytirdim 4 ga, demak 4B bo'ldi. Xo'p, endi pastda zoosporlarimiz D bilan belgilangan. Uning 20% mana bunday ip hosil qilishda qatnashibdi. D ni ko'paytirdik, o'sha 0.2 ga to'g'ri-to'g'ri 0.2 D ip hosil qilgan yangi. Mana 0.2 D. Uni tenglashtirib oldik, mana bu ikkalasini birgalikda 396 ga. Mana bu tenglamani ishlaydigan bo'lsak, A miz kelib chiqdi 300 ta, B miz 90 ta, D miz esa 180 ga teng. Xo'p, endi mana bu ifodani bemalol ishlatamiz. A bo'yicha 300, B bo'yicha 90, D bo'yicha esa 180. Yig'indi qiymat esa 210 ga teng ekan. Demak javobimiz D javob bo'lgan ekan. Keyingi masalaga o'tamiz. Xo'p, no'xat o'simligida 7 juft belgi to'liq dominantlik qonuniyati asosida bir-biridan mustaqil holatda irsilanadi. Belgilar va irsilanishlar berilgan. Yuqorida berilgan bo'yicha quyidagi genotipli o'simliklar chatishtirildi. Chatishish natijasida F1 avlodda jami 122.880 ta organizm hosil bo'lgan bo'lsa, F1 avlodda orasida urug'i silliq va sariq, guli binafsha va qo'ltig'ida joylashgan, dukkaga burishgan va yashil, poyasi kalta bo'lgan o'simlik sonini aniqlang. Dastlab bizda mana ota-ona genotipi bor. Xo'p, bizda mana bu ko'rinishdagi nima so'ralyapti? Genotip. Fenotip so'ralyapti deylik, fenotip. Mana shu ko'rinishdagi fenotip. Sababi mana urug'i silliq, katta A geni bor. Mana. Keyin sariq deyapti. B, katta B geni bor. Ko'ryapsizmi? O'sha ko'rinishda mana shu so'ralgan organizm fenotipini quyidagicha ifodalab oldik. Endi bu masalani agar mana bu pinit qilib ishlaydigan bo'lsak, juda katta pinit hosil bo'ladi. Ya'ni organizm soni 4096 ta organizm hosil bo'lishi kerak.
pinetni uni chizolmaymiz. O'shaning uchun biz qulay usul, ya'ni monogomozigotali chatishtiramiz. Bu nima degani? A genlarini o'zaro chatishtiramiz. B genlarini. Misol uchun mana ko'rinishda yozib qo'ydim. A'miz heterozigota ko'rinishda alohida chatishtiryapman. Bilamizki, mana 4 ta organizm olinadi. Uning 3 tasida dominant A saqlaydi, bittasida esa dominant A saqlamaydi. Xo'p, endi bizda qarang. A bo'yicha dominant gen saqlash kerak ekan. Ya'ni fenotip bo'yicha dominant A silliq bo'lish kerak ekan. Mana bizda silliqlarimiz soni 3 ta, 4 taning ichida 3 ta. Bu degani 4 taning ichida 3 tasi o'sha dominant A genini saqlayapti degan. Tushunyapsizmi? Mana dominant A ni saqlayotgani 3 ta. Mana 3. Keyin B ni ko'radigan bo'lsak, u ham heterozigota, qarang. U ham heterozigota ko'rinishda. Bu yerda oraliq irsilanish yo'q. Hamma to'liq birikkan. Xo'p, to'liq dominantlik qilib irsilanadi. Xo'p, endi B bo'yicha ham xuddi shunday. Dominant genni saqlagani 4 taning ichidan 3 ta. C bo'yicha ham xuddi shunday, chunki C'miz ham heterozigota ko'rinishda. Unda ham 4 ta hosil bo'ladi, 3 tasida dominant C gen bo'ladi. 4 taqsim 3. Va oxirida qarang. D da esa e'tibor bering. D mizda heterozigota chasishyapti, lekin kichkina D hosil bo'lish kerak ekan. Bu degani, mana bu A ning o'rniga D ni qo'ysak, oxirida mana bu bittaganasi resessiv gomozigota ko'rinishda D, mana bu ko'rinishdagi D hosil bo'ladi. Ya'ni 4 taning ichida bittasi hosil bo'lyaptimi? Albatta. Keyin E bo'yicha esa E'larga e'tibor bering. Mana bu heterozigota, mana bu esa gomozigota, dominant. Bu ikkalasi chastirganimizda ikkalasi ham o'sha fenotip jihatdan katta E ni saqlaydi. Demak, ikkitadan ikkita degan bu. Tushunyapsizmi? Ikkita organizm olinadi, ikkalasida ham katta E geni bor. Endi F bo'yicha F'larimiz heterozigota ko'rinishda. Xo'p, 4 taning ichida 3 tasi o'sha katta F ni saqlayapti. Va oxirida G. Bu bittasi heterozigota, bittasi gomozigota resessiv. Chatishtirganimizda ikkita organizm olinadi. Uning bittasida mana bu ko'rinishda, ya'ni gomozigota resessiv gen bo'ladi, ya'ni genotip bo'ladi. Ikkitadan bittasi. Xo'p, tepani ko'paytirib oldik 162, pastni ko'paytiradigan bo'lsak 4096 ga teng ekan. Xo'p, jami organizmlarimiz mana bu 4096 ga teng bo'lsa, ular organizm soni F1 da 122880 ga teng deyapti. 162 dan qancha deb topadigan bo'lsak, 4860 dan tashkil etar ekan. Javobimiz esa A javob bo'lgan ekan. Keyingi masalaga o'tamiz. Xo'p, makajo'xori o'simlik somati hujrasidagi autosoma xromosomlar soni sebarga o'simligining tuxum hujrasidagi autosoma xromosomlar sonidan 1,2 marta ko'p. Sebarga o'simligi noma'lum miqdorda mikrosporaslarning 5 dan 3 qismi qatnashdi va hosil bo'lgan spermiyalarning 40% urlanishda ishtirok etdi. Bug'doy o'simligida 126 ta mikrosparasit urlanishda qatnashib, 392 ta urug' hosil bo'lgan. Sebarga o'simligida urug'lanishda qatnashmagan spermiyalardagi xromosom soni bug'doy o'simligidagi urug'lanishda qatnashmagan spermiyalardagi xromosom sonidan 15712 taga ko'p bo'lsa, sebarga o'simligining jami mikrosporasitdagi xromosoma sonini aniqlang debdi. Tushunarli? Dastlab qiladigan ishimiz makkajo'xori. Diploid to'plami 20 ga teng. 18 ta autosoma, 2 ta jinsiy xromosoma bo'ladi. Endi aytyapti, o'sha makkajo'xorining autosoma xromosoma soni 18 ga teng bo'lsa, sebarganiki uni sebargadagi tuxum hujayradagi autosomasi mana bu autosomadan 1,2 marta kam ekan. 18 ni 1,2 ga bo'ladigan bo'lsak 15. Demak, bu autosoma sebarganing, ya'ni gaploid to'plamidagi autosoma. Unda bitta jinsiy bo'ladi, o'shani qo'shsak 16, ya'ni gaploid to'plami 16 ga teng bo'lyapti. Diploid to'plami 32 bo'ladi shundan. Xo'p, bug'doydiki bilamiz, diploid 14, gaploid 7. Endi qiladigan ishimiz bug'doyda, mana bug'doyda jam mikrosparasit berilibdi. Nechta ekan jam mikrosporasitlarimiz? Xo'p, keyin urug' soni berilibdi. 392 ta urug' bo'lsa, qarang, bitta urug'dan ikkita spermiya ishtirok etadi. Bitta urug' hosil bo'lish uchun. Bizda esa 392 ta urug' hosil bo'libdi. 784 ta spermiya ishtirok etgan urug' hosil bo'lish uchun. Endi 126 ta mikrosparasit deyapti. Uni 8 ga ko'paytirsak, jami spermiyalarimiz soni kelib chiqadi.
1008 tani tashkil etar ekan. Demak, jami spermiylarimiz. 1008 tadan ishtirok etgan spermiyni ayirib oladigan bo'lsak, mana ishtirok etadigan spermiyni ayirsak, 224 ta qatnashmagan spermiylar soni kelib chiqadi. Chunki 784 tasi qatnashgan, 224 tasi qatnashmagan. Xo'p, endi qatnashmagan aytyapti mana bu joyda sebarga o'smik hujayrasida urug'lanishda qatnashmagan spermiylardagi xromosom soni. Xo'p, bug'doy o'simligidagi urug'lanishda qatnashmagan spermiylardagi xromosom deyapti. Xo'p, bug'doyda qatnashmagan spermiylarimiz 224 ta, ko'paytiramiz gaploid to'plami bo'lgani uchun spermiyamiz 7 ga ko'paytiramiz. 1568 ta xromosoma bo'ladi. Ya'ni qatnashmagan spermiylardagi xromosoma soni bug'doyda 1568. Ko'p deyapti, demak, ko'p bo'lish uchun o'sha 15712 ga mana bug'doynikini qo'shib olsak, o'sha sebargadagi urug'lanishda qatnashmagan spermiylardagi xromosom soni kelib chiqadi. Tushunyapsizmi? Chunki ko'p deyapti. Misol uchun mana bu 17280 dan mana bu 1568 ayirsak, mana bu kelib chiqadi. Ko'ryapsizmi? Ko'p bo'lyapti. Biz hozir bug'doyning urug'lanishda qatnashmagan spermiylardagi xromosom sonini o'sha 15712 ga qo'shyapmiz. Keyin bizga kelib chiqyapti. Sebargada urug'lanishda qatnashmagan spermiylardagi xromosom soni kelib chiqyapti. Endi mana bu tarafga o'tamiz, mana bu tarafga qarang. Xo'p, 17280 bo'lamiz spermiy bo'lganligi uchun mana bu gaploid to'plamaydi sebargada 16. 16 ga bo'lamiz. Demak, 1080 ta spermiy urug'lanishda qatnashmagan. Ya'ni qaysi o'simlikda? Sebargada. Sebargada 1080 ta spermiyimiz urug'lanishda qatnashmabdi. U mana bu joyda aytilgan, mana sebarganing normal miqdori mikrosporasiyalarning 5 dan 3 qismi qatnashdi va hosil bo'lgan spermiylarning 40% urug'lanishda qatnashgan. Demak, 60% qatnashmagan. Mana 60% qatnashmabdi. Uning soni 1080 taga teng bo'lsa, mana 100% ni topdim. 1800 ta jami spermiy. Jami spermiy o'sha sebargada. Endi 1800 ni 8 ga bo'ldik. 225 ta bu mikrosparasit. Xo'p, qatnashgan mikrosparasit. Endi qatnashgan mikrosporasitlarimiz 5 dan 3 qismiga tashkil etardi. O'sha 225 ni 3 qismga tenglashtirdik, 5 qismi. Jami mikrosporasitlarimiz qancha? 375 ta. Bu jami mikrosporasitlar soni. Qaysi o'simlikda? Sebargada. Xo'p, o'zi sebargada so'rayapti. Sebarga o'simlikda jami mikrosporasitdagi xromosom soni so'rayapti. Uni topishimiz uchun jami mikrosporasitimiz 375 ko'paytiramiz 32 ga. 32 qayerdan keldi? Sebargada gaploid to'plami 16 ga teng bo'ladigan bo'lsa, diploid to'plami 32 ga teng bo'ladi. Bizda mikrosporasitimiz diploid to'plami, eslab qoling. Mikrosparasit diploid to'plami. O'shaning uchun 32 ga ko'paytirdik. Undagi xromosom sonini topadigan bo'lsak, u 12000 taga teng ekan. Demak, javobimiz C javob. Keyingi masalaga o'tamiz. Xo'p. 5-masala. O'simliklarda changlanishning mos kelish darajasini belgilovchi S geni 25 xil allelga ega. Ushbu allellar orasida 8 juft allel o'zaro kodominant hisoblanadi. Qolgan allellari dominantlik asosida irsiylanadi. Kodominant allellar heterozigotda holatda bo'lganda, ikkala allelning belgisi birgalikda namoyon bo'ladi. Xo'p, quyidagi savollarga javob bering. Fenotip necha xil fenotip necha xil fenotipik va genotipik hosil qiladi deyapti. Xo'p, bizda mana bu S bo'yicha 25 xil allel bor ekan. Ularning 8 juft orasida kodominant hisoblanadi. Bu degani qarang, mana bunday deganda, misol uchun S'miz qandaydir ko'rinishda, misol uchun S1, S2, S3, S4 mana shu ko'rinishda hokazo ketadi. Endi misol uchun mana bu ko'rinishda mana bu dominant deylik. Lekin mana shu orasida mana kodominant bor ekan. Mana buni ham dominant deylik uni. Keyingisi esa mana kodominant bor deylik. S5imizda. Va hokazo mana shu ko'rinishda demak S 25 gacha davom etar ekan. Tushunyapsizmi? Va o'shalar orasida mana shu 25 birdan 25 gacha orasida
sigillarimiz orasida mana bu ko'rinishdagi mana hozir mana bu ko'rinishdagi kodominantlarimiz 8 dan tashkil etar ekan. Tushunyapsizmi? Chunki 8 juft orasida bo'lyapti-ku. Mana shularimiz demak 8 dan tashkil etar ekan. Tushunarlimi? Mana yozib qo'yamiz. Mana bu ko'rinishdagilar hop 8 ta. Yozib qo'yaylik buni. 8 ta. Hop, tushunarlimi? Kodominantlarimiz soni 8 ta ekan. Endi bilib oldik. Bizda kodominantlarimiz 8 juft orasida bo'lgani uchun 8 ta ekan. Endi formulamiz bor. Genotip xilini topadigan bo'lsak, n bo'ladigan bo'lsa, qavs ichida n plus 1 taqsim 2. Bu genotipik xilini topish uchun. Necha xil genotip hosil qiladi desak, mana shu formuladan topsa bo'ladi. Fenotip topish uchun n plus kodominant son. Mana shu kodominant son. N bu yerda allellar soniga teng. N allellar soni, eslab qoling. Necha xil allel bor? 25 xil allel bor. Demak, n'imiz 25 xil ekan. Tushunarlimi? Endi formulaga qo'yamiz. 25 ni n o'rniga 25 ni qo'yamiz. Plus 25 1 taqsim 2. Bo'ladigan bo'lsak, demak 325 xil genotip hosil qilar ekan. Necha xil genotip hosil qiladi desak, xo'sh, 325 xil genotip hosil qilar ekan. Tushunarlimi? Keyin fenotip topadigan bo'lsak, necha xil fenotip hosil qiladi? N o'rniga 25 ni qo'yamizda, keyin kodominant soni 8 edi mana. 8 ni qo'ysak, demak 33 xil fenotip sinf hosil qilar ekan. Sinf emas, o'sha 33 xil fenotip hosil qiladi. Tushunarlimi? Demak, javobimiz B javobga to'g'ri kelar ekan. Agarda yechim tushunarli bo'lgan bo'lsa, bitta mana shu video ostiga bitta like bosib qo'ying, keyin kommentariyaga tushunmagan joyingiz bo'lsa, bemalol savol berib, so'rasangiz tushuntirib beraman. Sizlar bilan har doimgidek Abduvaliyev Diyorbek bo'ldi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha